Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi moliya fanidan mavzuyimiz zamonaviy moliyaning mazmun mohiyati va uni o'rganishning obyektiv zarurligi. Bu mavzuyimiz bo'yicha ikkita rejamiz bor. Moliyaning mazmun mohiyati birinchisi, ikkinchisi moliyani o'rganishning obyektiv zarurligi. Ma'ruzani o'tuvchi Saidov Hayotjon Rahmatullayevich, Moliya va bank ish kafedrasi o'qituvchisi. Endi birinchi rejamizni yoritishni boshlasak. Zamonaviy moliyaning mazmun mohiyati. Zamonaviy moliya fani o'zi quyidagi 3 analitik ustun ustida vujudga keladi. Birinchisi vaqt omili, ikkinchisi aktivlar qiymatini baholash, uchinchisi portfel nazariyasi ham o'z ichiga oluvchi riskiy boshqaruv. Zamonaviy moliya bu shaxs, odam, kishilarning ma'lum vaqt mobaynida defitsit pul resurslari kirimi, ya'ni daromadi va chiqimi, xarajatini qanday boshqarishlari to'g'risidagi fan hisoblanadi. Moliyaning ijtimoiy iqtisodiy mohiyati. Moliya o'zi arabcha so'zdan olingan bo'lib, o'zbek tilida eng umumiy tarzda pul mablag'lari, ya'ni pul mablag'lari ma'nosini anglatadi. Bu so'z ona tilimizda ishlatishining quyidagi ko'rinishlari mavjud. Maqsadi pul fondlarini tashkil etish, pul mablag'larini shakllantirish, biror shaxs, oila, jamoa, muassasa, tashkilot yoki davlat tasarrufidagi pul mablag'lari, moliya ishlari bilan shug'ullanuvchi davlat organlari. Xo'sh, ayrim olimlar finansi va hokazo shakllarda tushunchasi aynan shu shaklda 13-14 asrlarda Italiyaning savdo shaharlarida paydo bo'lgan va dastlab pul to'lovi ma'nosini anglatgan degan fikrlarni olg'a surishadi. Xalqaro savdo sotiq ishlarining rivojlanishi mazkur iboraning Italiyadan boshqa davlatlarga ham tarqalishiga sabab bo'lgan. 15-asrda finansi tushunchasi Fransiyada davlat daromadlari, pul summalari ma'nosida ishlatila boshlagan. Boshqa tadqiqotchilar bu atama muomalada ilk bor fransuz olimi Jo Boden tomonidan 1755-yilda nashr etilgan Respublika xususida 6 kitob nomli asarida ishlatilgan va shu tariqa bu atama Yevropa davlatlari hayotiga kirib kelgan deb hisoblashadi. Endi zamonaviy tasavvurdagi moliya tushunchasi podshohlar xazinasi, davlat xazinasi ajralib chiqishi bilan paydo bo'lgan. Bir paytning o'zida shuni alohida qayd etish kerakki, jamiyatda pul, tovar, pul munosabatlari va davlatning paydo bo'lishi o'z-o'zidan darhol moliyaning ham vujudga kelganligi bildirmaydi. Ular hammasi bir paytda, ya'ni birdaniga paydo bo'lgan emas. Moliya shakllanib bizning u haqidagi bugungi tasavvurimizdagi moliya ko'rinishiga kelish uchun jamiyatda bir qator shart-sharoitlar pishib yetilgan bo'lishi kerak. Ular quyidagilar. Moliyaning asosiy o'zi funksiyalari ikkita qismdan iborat, ya'ni taqsimlash va nazorat qilish funksiyalarini o'z ichiga oladi. Zamonaviy moliyani o'rganishning obyektiv zarurligi nimada? Buning o'rganish sabablari. Birinchisi, o'z pul mablag'laridan samarali foydalanish, biznes dunyosida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish, qiziqarli va daromadli karyera qilish, mamlakat iqtisodiy siyosatiga ta'sir qiladigan ongli fuqarolik qarorlari qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lish va dunyo qarashining kengaytirilishi bilan bog'liqdir. Endi bu sabablarni batafsil o'rganib chiqishimiz kerak. Birinchidan, ma'lum moliyaviy prinsiplar va qonunlarni bilish shaxsiy mablag'dan to'g'ri foydalanish imkonini beradi. Darhaqiqat bu narsa o'z-o'zidan oydinki, siz o'zingizni haq-huquqingizni yaxshi bilsangiz, demak siz o'zingizni moliyaviy yo'nalishingizni tanlashingizda qiyinchiliklarga duch kelmaysiz. Hayotda moliyaviy maslahatchilar biror masalada maslahat so'rab murojaat qiladigan vaziyat ko'p va tez bo'lib turadi. Bugungi kunda ko'plab xususiy maslahatchilar va maslahat firmalari, bank xodimlari, fond va sug'urta brokerlari, o'zaro fondlarning qimmatli qog'ozlar sotuvchi kompaniya xodimlari va ko'plab shu kabi shaxslar shunday xizmatlarni taklif etadi. Ya'ni moliyaviy xizmatlarni ko'rsatuvchi tashkilotlar talaygina bugungi kunda.
Ikkinchidan, zamonaviy moliya o'rganishning sababi shundan iboratki, moliya sohasida asosiy bilimga ega bo'lish har qanday faoliyat sohasi uchun ham zarur. Hatto moliya sohasini o'z ixtisosi sifatida tanlamagan kishi uchun ham moliyachilar foydalanadigan konsepsiya, usul va terminologiyani bilish zarur bo'ladi. Bu hayotda o'zi uchun o'ta zarur bo'lgan yo'nalishdir. Masalan, o'zingiz to'laydigan daromad solig'i yoki mol-mulk solig'i xususida hech bo'lmaganda eng oddiy tasavvurlarga ega bo'lmasangiz, bu holda soliqchi yoki soliq organi tomonidan aldanib qolishingiz mumkin bo'ladi. Bu borada kommunal to'lovlarni misol qilishimiz mumkin yoki hayotda oladigan kredit masalalarini olishingiz mumkin. Kreditni grafik bo'yicha to'lash masalalarida moliyaviy savodxonligingiz yetarli bo'lsa, siz bu yo'nalishda qiyinchiliklarga duch kelmaysiz. Uchinchidan, uy xo'jaliklari, xususiy firmalar va hukumat tashkilotlari doimiy moliyaviy maslahatlariga muhtoj bo'ladilar, ehtiyoj sezadilar. Bundan tashqari, moliya sohasida ta'lim olish kerak, kelajakda tashkilot rahbari sifatida karyera qilish uchun ishonchli, poydevor bo'lishi mumkin va bo'ladi ham. Shu o'rinda bilib qo'ying, dunyodagi yirik korporatsiyalarning oliy toifadagi rahbarlari o'z mehnat faoliyatini dastlab aynan moliya sifatida boshlaganlar. Sababi sizning qo'l ostingizdagi ishlaydigan iqtisodchilar, ekonomistlar, moliyachilar, buxgalterlar, ularni har bitta hisob-kitobini siz o'zingiz bilib, ko'rib, nazorat qilishingiz uchun moliya sohasida yetarli bilimga ega bo'lishingiz lozim bo'ladi. To'rtinchidan, moliya tizimi tub asoslari, mohiyatini tushunish, asoslangan fuqarolik qarorlari qabul qilish uchun ham o'ta muhim hisoblanadi. Moliya tizimi iqtisodiy hayot, bozor munosabatlariga asoslangan har qanday jamiyat infratuzilmasining eng muhim qismi hisoblanadi. Keng tarqalgan fikrga ko'ra, moliya institutlari ishini to'g'ri tashkil etish, mamlakatning iqtisodiy o'sishi va taraqqiyoti uchun puxta zamin yaratiladi. Beshinchidan, ko'pchilik shunchaki o'z bilim doirasini kengaytirish uchun ham zamonaviy moliyani o'rganadi va shunga qiziqadi. Zamonaviy moliya qonuniyatlarini bilish dunyoqarashini kengaytiradi va tashqi dunyo qaysi qonuniyatlarga asosan rivojlanayotganini bilishga yordam beradi. Moliya sohasidagi bir qancha ilmiy izlanishlar olib borgan xorijiy olimlarni misol uchun aytib o'tsam bo'ladi. Misol uchun Adam Smith, Gary Markovits, William Sharp, Franco Modigliani, Metro Miller. Bu olimlar bu moliya sohasida o'zini keragidan ortiq yangiliklari, bilimlarini shu sohaga kiritib, o'zini fikrlarini, maslahatlarini berib o'tgan hisoblanadi. Shuning bilan birinchi ma'ruzamiz tamomlandi.